Aslida yurganimda edi-da. Yotsam ham uncha og'ir emasdi, yurganimda og'rirdi. Bir yoqqa og'dirib, dumbadan pastga tortib tashardi. Peshayib, sho'larni bir yoqqa tortib ketdi. Shunaqa yuribdi. Bemorimiz kecha bizga murojaat qilib kelgan paytlarda juda ham kuchli og'riq bilan qiyshagan holatda kelgandilar. Kecha operatsiya endoskopik o'sha L5S1 sohasida katta grij olib tashaldi. Bugun uyga chiqib ketyaptilar. 5 oy oldin grija bo'lib og'rib qoldim. Og'riq ancha kuchli edi. Belimdan keyin chap oyog'imga berib yubordi ancha. Keyin ancha davolandik, lecheniyalar oldik. Samara bo'lmadi keyin. Shu yoqqa maslahat berishdi yaxshi doktorlar muolajasi deb. Xolos kecha operatsiya bo'ldik. Muolaja yaxshi o'tdi. Doktorlarimizga rahmat deb qolaman. Yo'q, bemalol. Normal. Alloh shifo bersin. Alloh shifo bersin. Pastga o'tirib tursangiz ham bo'ladi. Yaxshi. Bo'ladimi shu holat? Bo'ladi. Yo'q, yaxshi. Asosiy narsa qaytib chiqish ehtimolini kamaytirish kerak. Qaytib chiqishga sabab bo'ladigan holatlar ko'p o'tirib qolishingiz. Korset taqib oling. Iloji boricha o'tirmay turing. Yoting, turib yursangiz bo'ladi. Turib yursa yotish. Bo'ldi.